Atelye ochish va uni samarali yurgizish. Assalomu alaykum, men Muqaddas Komilova. Hozirda Sharqona o'quv markazi hamda Sharqona Collection asoschisiman. Sharqona o'quv markazimizda biz onlayn, offlayn tarzda dars berib kelaman. Mana shu hayotim davomida, mana shu erishgan yutuqlarim, qanday qilib atelyeni ochib, uni xodimlarni qanday qilib yurgizish va o'quvchilarimni erishgan yutuqlarini ichida qanday qilib ular mana shunday yutuqlarga erishgan, qanday qilib daromadga yaxshi chiqishgan, mana shular haqida sizlarga hozir atelye ochib va uni yurg'izish haqida o'z maslahatlarimni berib o'taman. Xo'p, bundan oldingi videoda men sizlarga aytgandimki, atelye ochish o'zi kerakmi yoki yo'qmi? Mana shu haqida biz o'tgan safargi videoda sizlar bilan bo'lishgandim. Endi bugun esa sizlarni atelye ochib, qanday qilib uni samarali yurgizish, xodimlar bilan qanday ishlash, mijozlar oqimini qanday ko'paytirish va qanday qilib yaxshi daromadga chiqish yo'llarini ko'rib chiqamiz. Qadamma-qadam qanday qilib mana shu natijaga erishishni ko'rib chiqamiz. Atelye o'zi bu aslida biznes. Atelye qilishdan maqsad o'sha qilayotgan sizni ishlaringizni atelyeda ko'proq xalqqa, ya'ni ommaga taqdim qilib, yaxshigina daromad qilish va natijaga erishish biron-bir. Atelye ochish uchun birinchi o'zi nimalardan boshlash kerak? Albatta, atelye ochish uchun sizda qanchadir o'zingizga yarasha mana shu ochish uchun, xodimlarni yurg'izish uchun, ishlarini, mijozlar oqimini ko'paytirish uchun va tikayotgan narsangizda kiyimingizni narxini yaxshiroq narxga sotish uchun sizda yetarlicha bilim bo'lishi kerak. Aytadi-yu, novvoyxona ochish uchun avvalambor non yopishni o'zing o'rgan deb. Siz mana shu sohani to ipidan ignasigacha sir asrorlarni bilmasangiz, agar sizni 1000 pulingiz bo'lsa ham shu atelyeni ochdingiz, unga siz kerakli bo'lgan xodimlarni, malakali xodimlarni taklif qilsangiz ham, siz o'zingiz bu sohadan bexabar bo'lsangiz, bu xodimlar sizni bankrot qilishi mumkin. Bu juda ham hayotda juda ham ko'p uchrab turgan. Keyin ikkinchisi, ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar deydi. Siz albatta mana shu atelye sohasini ochib, to'g'ri qonun qoidasi bilan yurg'izib, xodimlar bilan to'g'ri ishlash jarayonida siz mana shu atelye bo'yicha kerakli bilimlarni, bichish, tikish, konstruksiyalash, modellashtirish bo'yicha kerakli bilimlarni olib, biznes sohasidan kerakli bilimlarni olishingiz kerak, ustoz ko'rishingiz kerak demoqchiman. Keyingisi esa bu biznes sizga aynan kerakmi hozir va nima uchun kerak? Nima uchun aynan mana shu biznesni qilishingiz kerak? Buni aniqlab olishingiz kerak. Xo'p, sizga bu biznes kerak ekan, aniqlab oldingiz. Men mana shu xohishim bo'yicha mana shu atelyeni ochmoqchiman, yaxshigina daromad qilmoqchiman, shogirdlar ko'paytirmoqchiman, butun xalqqa, butun dunyoga ularni mijozlarni xohishidagi liboslarni, bir-biridan chiroyli liboslarni tikib yetkazib bermoqchiman, o'zimni tanitmoqchiman, yaxshigina daromad qilmoqchiman deb buni aniqlab oldingiz. Nima uchun atelye qilishingiz kerak va undan keyin esa oldingizga maqsad qo'yishingiz kerak. Men hozir atelye ochaman va mana shu natijalarga erishaman. Va shunga erishganimdan keyin yana bilimimni oshirib, yana keyingi bosqichga, mana bu darajaga, dunyo miqyosiga chiqaman, butun dunyoni zabt etaman deb o'zingiz xohlagan o'sha orzu-istagingizni o'ylab, oldingizga maqsad qo'yish kerak. Xo'p, siz maqsad qo'ydingiz, endi nima qilish kerak? Mana shu maqsad sari olg'a qadam tashlash kerak, harakat qilish kerak endi. Birinchi ro'yxatdan o'tish kerak, ya'ni davlat ro'yxatlaridan o'tib, siz soliqdan ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Atelye ochish uchun eng birinchi joy lokatsiya to'g'ri tanlash kerak. Xodimlarni to'g'ri tanlay bilish kerak. Mana shu atelye sohasi bo'yicha, bichish tikish bo'yicha eng ko'p daromad keltiradigan yo'nalishni tanlab olish kerak. Xodimlar bilan qanday ishlash, ularni to'g'ri boshqarishni o'rganishingiz kerak. Xizmatlarni qimmatroqqa sotish yo'llarini o'rganishingiz kerak va har kuni qilayotgan ishlaringizni ijtimoiy tarmoqlarda bularni joylab borishingiz kerak. Raqobatchilaringizni ishlarini kuzatib, ularni tahlil qila bilishingiz kerak va albatta mijoz oqimini ko'paytirish uchun mijoz psixologiyasini o'rganishingiz kerak. Xo'p, bularni o'rganish kerak. Qanday qilib o'rganaman? Nimalardan tashkil topadi bu yo'nalishlar desangiz, hozir men sizlarga har birini qanday qilib bosib o'tishni birma-bir ketma-ketlikda aytib o'taman. Avvalambor siz mana shu oldingizga maqsad qo'yib bo'lganingizdan keyin siz atelye ochishni o'zi niyat qildingiz va ochmoqchisiz. Birinchi qo'yiladigan qadamingiz siz bu davlat ro'yxatidan o'tib, ya'ni soliqdan ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Qanday qilib soliqdan ro'yxatdan o'tasiz? Hozir siz hech qanday hali daromad qilmay turib, qanday qilib soliq to'layman, minusga kirmaymanmi deb juda ham ko'pchilik o'ylaydi. Maslahatim eng birinchi, eng kamidan, eng oddiysidan boshlang. Birinchisi,
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 8-iyundagi 47-42 sonli qaroriga ilova qilib, umumiy 70 ga yaqin sohalarni, 70 ga yaqin 70 xil kasb egalarini eng oddiy o'zini o'zi bandlik bilan ta'minlash, ya'ni soliqdan o'zingiz band qilib ro'yxatdan o'tasiz. Bu yerda hech qanday soliq turi to'lamaysiz, faqat 1 yilda bir marta eng kam oylik ish haqqini 1 barobarini to'laysiz. Hozirgi kunda 360 ming so'm atrofida bo'ladi. Ya'ni bu 360 ming so'mni avvallari har oyda to'lanardi. Hozir esa prezidentimiz hunarmandlarga aynan mana shu kasb sohalariga yengillik kiritib, buni 1 yilda bir marta qilib qo'ygan. U to'lagan pulingiz ham o'zingizga pensioniy fondga ketadi. Bu ertaga pensiyaga chiqishingizda hisoblanadi va sizda mana shu o'zingizni o'zi ro'yxatdan o'tkazsangiz, bandlik bilan sizda staj ketadi. Bemalol ishlasangiz bo'ladi. Hech kim sizga xalaqit qilmaydi, nalogdan ham kelib hech kim sizni bezovta qilmaydi. Bu birinchisi. Keyin siz ozgina daromad qilib, siz yana ham rivojlanaman desangiz, yakka tartibdagi tadbirkor qilib, o'zingizni yagona darchaga borib dokumentingizni o'zgartirsangiz bo'ladi va undan keyin hunarmandlarga a'zo bo'lasiz. Hunarmandlarga 1 yilda bir marta a'zolik badali to'laysiz va u yerda a'zolik badali to'laganingizga hunarmandlarga a'zo bo'lganingizdan keyin sizga juda ham ko'p imkoniyatlar beriladi. Xuddi shunday qilib ro'yxatdan o'tamiz va keyingi bosqichimiz bizda atelye ochish uchun eng asosiysi joy, ya'ni lokatsiyani to'g'ri tanlash kerak. Nimaga bunaqa deyman? Ko'pchilik voy qimmat ekan deb ichkaridan, mahallalarning ichkarisidan joy tanlaydi, uni hech kim ko'rmaydi ham, u yerdan hech kim o'tmaydi. Bu sizni yana ishingizni mijoz oqimini kamaytiradi. Siz shunday lokatsiya tanlashingiz kerakki, iloji boricha odam gavjum joydan, perikroska, ya'ni perikroskadan agar tanlasangiz, chorrahadan tanlasangiz, sizga 4 ta tarafdan kelgan odamda ham sizni atelyengiz ko'rinib turadi. Yoki bo'lmasa bozorning yonidan. Bozorning yonidan tanlaganingiz eng ma'quli. Chunki bozordan kiyim olgan odam shimmi, ko'ynakmi, sirazi переделкаga sizga olib kirib переделка qildirib ketadi. Va u yerdan juda ham ko'p, masalan, shim sotadigan magazinlar, ko'ylak sotadigan magazinlar ham mana shu tikuvchilarga o'sha o'zini mahsulotini o'tkazish uchun keling dedi, ichida men sizga переделка qildirib beraman dedi. Чтоб shu kiyimini olsa-da 15-20 ming, 30 ming so'mga переделка qildirib sizga o'shani haq bersa, u undan ko'proq daromad qiladi shu kiyimini o'tkazib. O'shaning uchun o'shda bo'lsa sizga ham mijoz topib beradi, uni переделка qilasiz va u ham o'zini mijoziga ega bo'ladi. Keyin material olib, ko'pchilik ayollar bilasizlar, bozorga kelamiz. Har kuni, har 2 kunda bir, 3 kunda bir, haftada bir bozorga tushamiz. Mana shu bozorga kelganda bir yo'la material olib sizga tashlab ketadi va keyingi ertasi kuni kelganda yana ko'ynagini tayyorini bitganini olib ketadi yoki primerkaga keladi, tayyorini olib ketadi. Xuddi shunday qilib siz mijozlar oqimini ko'paytirsangiz bo'ladi. Shuning uchun bozorning yonida va perikroskada, chorrahada ochganingiz, odam gavjum joyda ochganingiz ma'qul. Keyingisi esa bizga atelyega lokatsiya joy tanladik, o'zimizga to'g'ri keladigan, ma'qul keladigan joyni topdik. Endi keyingi bosqich bizga mana shu atelyeni jihozlash. Kerakli ish qurollari, jihozlar bilan bu yerni biz to'ldirishimiz kerak. Buning uchun bizga kerakli bo'ladigan eng birinchi, agar siz bir o'zingiz tikmaysiz-ku, siz ochganingizdan keyin siz ham atelyening rahbari, ham ishchisi bo'lmaysiz-ku. Siz u yerda rahbarsiz, siz u yerni qanday qilib rivojlantirish, xodimlar bilan qanday qilib ishlash, mijozlarni qanday qilib sonini ko'paytirish kerak, mana shular haqida bosh qotirishingiz kerak. U yerda faqat ishchi bo'lishingiz kerak emas. Shuning uchun ishchilarni ko'paytirish uchun eng kamida birinchi bo'lib 2 ta to'g'richoq mashinka, bitta overlock, bitta parovoy dazmol qilish stoli, bichuv stoli, shkaf bo'lishi kerak va kerakli ip, furnituralar, kerakli o'sha mayda-chuyda furnituralar kerak bo'ladi. Va keyingisi bizda atelye yurgizganingizda, atelye sohasi bo'yicha eng ko'p daromad keltiradigan yo'nalishni tanlab olishingiz kerak. Masalan, deylik, bulardan biri oqshom liboslarini prokatga beradigan qilsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasam kelin ko'ynaklar, sarpo yo'nalishi qilsangiz bo'ladi. Kostyum shim yo'nalishlari qilsangiz bo'ladi. Xullas kalom, eng ko'p daromad keltiradigan o'zingizni bitta turni tanlab olasiz, ma'qulini, qaysi birini eng ko'p yaxshi ko'rib ishlasangiz. Kimdir klassik bilan ishlashni yaxshi ko'radi, kostyum shim,
ko'ylaklar qilishni yaxshi ko'radi. Kimdir ukrasheniya bilan yaxshi ko'radi, sarpo yo'nalishini qiladi. Kimdir oqshom liboslari qilishni xohlaydi, korset bilan ishlashni, oqshom liboslari yo'nalishini tanlaydi. O'zingizga o'sha eng ko'p daromad keltiradigan yo'nalishni tanlab olasiz va mana shu yo'nalish bo'yicha ko'proq ish olib borasiz. Va albatta bu qilayotgan ishlaringizni price listini chiqarishingiz kerak bo'ladi. Price list bu nima degani? Price list bu qilayotgan, siz bajarib berayotgan xizmatingizni narxlari. Bu narxlarni qanday qilib belgilaymiz? Matomizni qimmatbaho yoki oddiy matoligiga qarab, fasonimiz murakkab bichimdagi fasonmi, sodda bichimdagi fasonmi, mana shularni aniqlab, nima tikayotganingizga, qanday fason va qanday libos tikayotganingizga, qiyin yoki soddaligiga qarab, siz narxlarni keltirib, chiqarib, buni price list qilib tuzib olasiz va o'zingiz mijozni qabul qilganingizda, mijozni yoniga o'sha qilayotgan, bajarayotgan xizmatlaringiz narxlarini ular bilan tanishtirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bu keyingisi. Undan keyingisi esa xodimlarni to'g'ri tanlash. Xodimlarni to'g'ri tanlashda biz nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak? Xodimlarning sonini bir xillar juda ham ko'p qilib tanlab oladida, lekin ish sifati juda ham past bo'ladi. Ish sifatingiz baland, xodimning soni kam bo'lsa ham ish sifat darajasi baland bo'lishi kerak. Bunda xodimlarni tanlashda biz nimaga e'tibor qaratishimiz kerak? Siz bittagina professional xodimni tanlashingiz uchun, siz o'sha xodimni ishga olishingiz uchun siz xuddi shunaqa xodimdan 10 tasini testdan o'tkazib ko'rishingiz kerak. 10 tasini o'tkazib, bitta eng yaxshisini olib qolishingiz kerak bo'ladi. Bunda sizda nimalarga e'tibor qilishingiz kerak? Uni tezligiga. Xodim ishini zo'r qilishi mumkin. Bir xillar aytadi, men hammasini zo'r tikaman, choqim tekis, lekin juda ham sekin tikaman deydi. Bu ham bo'lmaydi. Sizda anetda zakazingiz ko'payib yotibdi-da, u sekin tikib tursa ham bo'lmaydi. Shuning uchun ham ishi toza bo'lishi kerak, ham tezlikka javob berish kerak, tez ishlashi kerak. Keyingisi esa toza, choklari toza bo'lishi kerak. Akkuratna tikilgan, qonun qoidasi bilan, texnologiyasi bilan tikilgan bo'lishi kerak va hamma kiyimlarni tika olishi kerak. Ko'pchilik keladi, men oddiy kiyimlarni tika olaman, lekin astarli kiyimlarni tika olmayman. Ko'pchilik keladi, men kostyum tika olaman, oqshom liboslarini tika olmayman. Bu ham bo'lmaydi. Chunki sizda atelye yo'nalishida sizda universal hamma narsa tikilishi kerak. Mijoz keldi, bugun sizga kostyum shim tiktirmoqchi. Mijoz keldi, ertangi kuni sizga oqshom liboslar. Mijoz keldi, sizga ko'ylak tiktirmoqchi. O'sha paytda yo'q men bunaqa tikmayman, yo'q men bunaqa o'rganmaganman, yo'q men bilmayman desangiz, bu sizga o'zingizga minus bo'ladi. Mijoz yo'qotasiz. Shuning uchun siz universal bo'lib, hamma narsani tika oladigan, choklari toza bu xodimlarni tanlab olishingiz kerak bo'ladi. Xodimlarni tanlab olganingizdan keyin ularni eng kamida 3 oy mobaynida sinov muddatiga ishga oling. 3 oy mobaynida balki uni ishi sizga to'g'ri kelmas, balki unga siz to'g'ri kelmassiz. Shuning uchun sirazi unga ishga qabul qilmasdan 3 oy sinov muddatida ishga qabul qilasiz va 3 oydan keyin uni постоянно ishga o'tkazasiz. Agar sizga u ma'qul keladigan bo'lsa, yaxshi daromad keltiradigan bo'lsa, uni qoldirasiz yoki bo'lmasa o'rniga yana boshqasini izlab ko'rasiz. Va keyin uni oyligini oklad qilib belgilab, unga plus individual tikkanlariga izdelni berishingiz kerak. Har bitta masalan tikadigan izdelni kiyimiga 30% mi, 25% mi o'zingizdan kelib chiqib belgilaysiz. Agar siz kiyimni konstruktoringiz bichib yoki o'zingiz bichib beradigan bo'lsangiz, u xodim sizga tikib beradigan bo'lsa 25 yoki 30% ni berasiz. Keyingisi unga agar u yaxshi ishlar qiladigan bo'lsa, xodimlaringiz orasida kim yaxshi choklar bilan klientlarni ko'nglini olib tikadigan bo'lsa, klientlarni mijozlarni xohishidagi kiyimlarni chiqarib bersa, ularni bonus bilan taqdirlab turishingiz kerak bo'ladi. Va hech qachon xodimlarga mijozlarni kontakt nomerlarini bermashingiz kerak. Agar mijozlarni kontakt nomerlarini bersangiz, sizni ishxonangizda bu mijoz bitta kiyimni $100 ga tiktirsa, bu ertaga aynan kiyimini siz emas, mana shu xodimingiz tikkanini bilsa, sizni kiyimingizni men tikdim desa, voy, keling siz uyimga kelsangiz, mana shu kiyimni $100 ga emas, 500 ming yoki 600 mingga arzonroqqa tikib beraman dedi. Aynan ko'ylagini mana shu tikkaniga ishonsa, u albatta 100 tasidan 100 tasi bormasa ham baribir 50-60 tasi baribir boradi. Shunday qilib siz o'z mijozingizni yo'qotasiz. Shuning uchun xodimlar bilan mijozlaringizni kontaktlarini bermang ularga. Va keyingisi xodimlarni uyiga hech qachon mijozingizni libosini primerka qilishga berib yubormang.
Aytadi-ku, bu mijoz men ishdan vaqtliroq keta qolib, bu meni qo'shnim yoki meni mahallamda turadi. Telefon nomerini bering, men chaqiraman, uyda primerka qilib olaman, ertaga ertalab olib kelib tikaman deydi ko'pchilik. Mana shunday holatlarga hech qachon ruxsat bermang. Chunki u uyda primerka qiladi, u tikkanini biladi va qanchaga tiktiryapsiz deb undan savol-javob qilib so'raydi. Masalan, $100 yoki 800 ming, 700 ming so'm. Lekin u tikkan libosiga u 200-250 ming so'm unga bergan bo'lsangiz, u aytadiki, keling shu libosni ertaga o'zim bichib tikib beraman, keyingi zakazni men 500 mingga qilib beraman. Mijozim $100 emasda 500 mingga bunga tiktirganidan xursand. Xuddi shunday qilib yana mijozingizni yo'qotasiz. Shuning uchun xodimlar bilan ishlaganda ehtiyot bo'ling, ularni to'g'ri tanlang va ularga hech qachon mijozingizni kontakt nomerlarini bermang va hech qachon uyiga mijozingizni kiyimini primerka qilishga berib yubormang. Endi xodimlarni ishga qabul qildingiz, qanday qilib xodimlar bilan to'g'ri ishlash kerak? Har bir xodimlarni to'g'ri ishlashi uchun ularni har bir joyini o'zini qonun qoidalari bo'ladi. O'zingizni qonun qoidalaringiz bilan ularni tanishtirib chiqishingiz kerak. Mana shu bizda ishxonamizda mana shunday qonun qoidalar bor. Mana shu qonun qoida tartiblarga bo'ysunib ishlaysiz. Xodimlarni o'z vaqtida ishga kelib ketishi bu juda ham muhim. Agar sizda bugun ishi bo'lmasa ham, ishi kam bo'lsa ham, lekin o'z vaqtida kelib, o'z vaqtida ketishni ta'minlash kerak. Chunki ertaga u voqli ketib kech kelishga o'rgansa, ertaga sizni kiyimingiz, o'ta mijozingiz, srochniy zakazingiz bo'lsa ham, kiyimlaringiz, mijozlaringiz, zakazlaringiz juda ham ko'p bo'lsa ham, u o'shanga odatlanib qolib, kech kelib, erta ketishga o'rganib qoladi. Har xil bahonalar qidiradi. Shuning uchun har doim boshidan strogi turib, erta kelib, o'sha o'z vaqtida ketishni ulardan talab qilishimiz kerak. Va buyurtmalarni o'z vaqtida tikishni ulardan talab qilish kerak. Mijozlarni agar buyurtmalarni o'z vaqtida tikmasangiz, sizga bo'lgan ishonchi yo'qoladi. Ikkinchi marta kelishda o'ylab ko'radi, olib borsam o'z vaqtida qilmaydi, odamni sarson qiladi. Shu kuni bitadi deydi, borsam bitmagan bo'ladi, keyin yana boraman deydi. Shuning uchun mijozlarim har xil, injiq mijozlar juda ham ko'p. Shuning uchun mijozlarning buyurtmalarini o'z vaqtida tikib bitirib berish kerak bo'ladi. Va xodimlarni o'z vaqtida tikib bergani uchun ularni har doim rag'batlantira olishingiz kerak bo'ladi. Rag'batlantirsangiz, oylik maoshidan tashqari uni maqtab, qilayotgan ishini inobatga olib, agar u yaxshi ish bajarib bersa, har oy uni qaysidir mukofotlar bilan qanaqadir rag'batlantirsangiz, u yana ham ishiga mehr qo'yadi va keyingi safar undan ham yaxshiroq ishni bajarib berishga harakat qiladi. Keyingisi esa xizmatlarni qanday qilib qimmatga sotish. Qanday qilib mana shu bajarayotgan ishlaringizni, xizmatlaringizni qimmatroq qilib pullashingiz mumkin. Buning uchun albatta sizda yetarlicha bilim bo'lishi kerak. Juda ham ko'pchiliklar aytadi, qarayman, biz qishloq sharoitida turamiz, mana bu ko'ylagimni tikaman, lekin shaharda sizlarda qimmat. Lekin ko'rsangiz, juda ham ko'p xatolar bo'ladi. Demak, unga bilim yetishmaydi. Siz o'z bilimingizni oshirsangiz, o'zingizga keyingisi o'zingizda ishonch bo'lishi kerak. O'zingizda ishonch bo'lib, o'z bilimlaringizni, malakangizni yetarlicha oshirsangiz va tikilayotgan kiyimlaringizni sifat darajasini lyuks obrabotkalarda qilib bersangiz, siz mijozingizga tikayotgan libosingizni narxini bemalol qimmat aytishingiz mumkin. Ya'ni mijozingiz xohishidan ko'ra undan ham zo'r individual podxod qilib, uni xohishidan ko'ra lyuks obrabotkadagi kiyimlarni yetkazib bersangiz, u mijoz siz so'ragan puldan ham ko'proq to'lashga rozi bo'ladi. Shuning uchun o'z bilimingizni oshiring, o'zingizga ishonchni ko'paytiring va tikayotgan liboslaringizni choklariga, sifat darajasiga e'tibor qarating. Keyingisi esa bizda aynan mijoz psixologiyasi. Mijoz psixologiyasi o'zi nima? Inson ichki psixologiyasi, ya'ni ichki ruhiyatidan kelib chiqqan holatda 4 xil stilda kiyinadi. Bu sport, drama, klassika hamda romantika. Kimgadir sport uslubida kiyinish va sport uslubidagi kiyimlar yoqadi. Kimgadir klassika, ya'ni oddiy, to'g'ri bichimdagi, sodda va gulli bo'lmagan sidirg'a kiyimlar ko'proq yoqadi. Kimgadir drama, garoshka, оборка, volanli, krujevali kiyimlarni yoqadi. Kimdir esa drama insonlar esa hech kimda yo'q kiyimlarni kiygisi keladi. Ana o'shanday mijozlarni avvalambor ularni psixologiyasini, psixotipini aniqlab oling kelgan mijozingizni. Psixotipini aniqlab olganingizdan keyin ularga siz
bemalol podxod qilib ularni ko'nglini olishingiz yana ham osonroq bo'ladi va ularni xohishidagi libosni, xohishidagi fasonini siz ularga bemalol taklif qila olasiz. Shuning uchun har doim mijozni psixologiyasi, mijoz oqimini ko'paytirishda birinchi rol o'ynaydi. Va shu bilan birgalikda mijozni psixologiyasini o'rganganingizdan keyin uni qomat turlarini, ya'ni figurasini o'rganishingiz kerak. Ko'pchilik mana mashhur insonlarni kiyimlarini olib keladi. Masalan, deylik Rayhona, Lola, Shahzoda internetlardan kiyimlarni olib keladi. Xuddi mana shunaqa menga libos tikib bering deb tikuvchiga olib keladi. Tikuvchi xo'p deb olib, u olib kelgan matodan xuddi o'shanaqa kiyim tikib beradi. Tikuvchi o'zini ishini ustasi bo'lsa ham, ideal darajada ishini bajargan bo'lsa ham, lekin mijoz bundan qoniqmaydi. Tikkan libosini buzib qo'yibdi, ustimda yaxshi turmadi deb juda ham ko'pchilik aytadi. Klientlar zakaz olib kelganda bitta ham normalniy chevarga uchramaganman, shu paytgacha topmaganman. Juda ham ko'p qimmat materiallarim uyda yotibdi, buzib qo'ygan deydi. Balki siz uni buzib qo'ymagan bo'larsiz, lekin siz o'sha matodan tikayotgan fasondagi libos mijozingizni qomatiga mos kelmaydi. Uni mijozingizni qomat turi boshqa tip figuradan. Shuning uchun mijozimizni figurasini aniqlab olishimiz kerak. Tipologiyada o'zi pisochnichasi, ya'ni qumsoat bo'ladi. Bu eng ideal figura. Ikkinchisi yablочная figura. Yablkovidная figura bu olmasimon. Bo'yi past ayollarimiz yoshi o'tgan sari qorni, yon biqinlari chiqib, xuddi olmasimon figuraga kelib qoladi. Keyingisi esa grushovidная figura, ya'ni noqsimon figura. Bu figuradagi mijozlarimizni yelka qismlari kichkina, bo'ksalari tepadan ko'ra bitta razmer katta bo'ladi. Undan keyingisi esa gamin figuralar. Gamin figuralar yelkasi, ko'kragi, bo'ksalari bir xil bo'ladi. Na bo'ksa, na ko'kragi, na beli bo'ladi. Ploskiy bo'ladi. Nimani kiydirsa ham xuddi osilib, ana chuchula kiyim kiydirib qo'yganga o'xshab osilib turadi-da. Xuddi shunaqa bo'lib qolmasligi uchun mijozimizni birinchi psixologiyasini, psixotipini aniqlab olamiz. Qomat turlarini aniqlab olamiz va ularni tsvetotipini, qanday rang sizni mijozingizga ko'proq to'g'ri keladi. Qaysi turdagi tsvetotiplar, ranglar unga to'g'ri keladi. Buni aniqlab olamiz va uni yoshini inobatga olgan holatda unga fason tanlaymiz. Mijozingiz o'zi tanlab kelgan fasoni o'ziga juda ham yoqadi, lekin qomat turiga to'g'ri kelmaydi. Buni siz sezsangiz, ularni ko'yniga tegib qolmagan holda chiroyli qilib tushuntirish kerak. To'g'ri, tanlagan fasoningiz juda ham chiroyli, lekin sizni qomatingiz ozgina bu fasonga unchalik ham qilmaydi. Hozir men qilib bersam buzib qo'ydi deb aytishingiz mumkin. Shuning uchun keling, mana bu fasoningizni mana bu yerni qoldiramiz, mana bu yerga ozgina o'zgartirish kiritamiz. O'zgartirish kiritganimizda sizda bu kiyim bundan ham chiroyli turadi deb ularga taklif qilsangiz, biron bir fasonni o'zgartirish joyini, ularga keyin tikib berganingizga qomatiga juda ham chiroyli yarashib zo'r tursa, keyingi safar kelganda ishoning, hech qachon u sizni yoningizda fason tanlamaydi. Hech qanaqa fason ham ko'tarib kelmaydi. Materialni olib keladi yoki bo'lmasam o'zingizga kelib ishonib, menga shunaqa ko'ylak kerak, o'zingiz materialni olib kelib tikib bering deb aytadi. Siz so'raysiz, har doimgidek qanaqa fasonda xohlaysiz, qanaqa fason qilay desam, siz o'zingiz meni qomat turimni bilasiz-ku, nima yarashishini, sizni didingizga ishonaman deb aytadi. Shuning uchun klientni mijozni har doim qabul qilganingizda uni psixotipini, tsvetotiplarini, figuralarini inobatga olgan holda matosiga qarab ularni fasonlarini to'g'ri tanlab bilishingiz kerak. Bu juda ham muhim. Keyingisi esa biz raqobatchilarimizni ishlarini kuzatib, tahlil qilishimiz kerak. Raqobatchilarimiz bizdan ko'ra oldinroq yoki orqada. Nima uchun orqada? U nimalardan foydalanyapti? Qaysi lekalalardan? Qanday qilib o'zini tikkan kiyimlarini, qilayotgan ishlarini internet tarmoqlariga qay darajada joylashtirib boryapti? Yoki bo'lmasam sizdan oldinroq, sizdan yaxshiroq natijaga erishgan raqobatchilaringiz ishlarini ko'rib, nima uchun u mana shunday natijaga erishyapti? U nimalarni ko'proq tikyapti? Kimlarga uni taqdim qilyapti va qay tarzda taqdim qilyapti? Bularni hammasini analiz qilishingiz kerak bo'ladi. Ularni ko'rib, fikr yuritib, xuddi o'sha ular qilgandek qilib, siz ham o'z bilimlaringizni oshirib, bilim olib, o'z ustingizda ishlasangiz, undan ham yaxshi natijalarga erishasiz. Va eng oxirgisi, o'zingiz qilayotgan xizmatlaringizni, qilayotgan ishlaringizni har kuni internet tarmoqlarida joylab borishingiz kerak bo'ladi.
internet tarmoqlarida joylab borish bu nima uchun kerak? Ko'pchilik aytadi, men zo'r chevarman, lekin mijozim uncha ko'p yo'q dedi. Lekin rosa zo'r. Siz Instagram, Telegram, Facebooklarni yurg'izasizmi? Yo'q, unaqa yurg'izmayman. Bor, lekin yurg'izmayman, tushunmayman. Hozir farzandlarimiz bizdan ham ko'proq, yaxshiroq biladi. Ularga aytsak ham, biz qilayotgan ishlarimizni videoga olib, rasmlarga olib, joylab beradi. Buni hozir aynan hozirgi nima deydi, paytda bu eng dolzarb mavzuda. Shuning uchun biz qilayotgan ishlarimizni internet tarmoqlarida joylab borishimiz kerak. Bu nima? Har kungi istoriyalarda bugun nima ishlarni bajardingiz, qanday mijozlarni qabul qildingiz, ularga nimalar tikdingiz va eng chiroyli chiqqan liboslaringizni kiydirib ko'rib, manekenda yoki mijoz ustida postlarda joylab borishingiz kerak. Kim uchun tikilgan, qanday qomat uchun, nima uchun, qayerga kiyish uchun tikilgan, ana o'shalarni chiroyli qilib opisiyalarni yoritib borishingiz kerak bo'ladi va mijozlaringizga aytishingiz kerak bo'ladi. Barcha mijozlaringiz chiroyli kiyimlarni ayollarimiz o'tirishga, biron bir tadbirlarga, to'ylarga tiktirishadi, to'g'rimi? To'yga borgandan keyin o'ziga qarab, uxot qilib, kosmetikalarni qilib, chiroyli bo'lib, hali kiyimlarini siz yoningizda kiyganda boshqacha turadi, lekin to'yga borishda o'zlariga uxot qilib, chiroyli qilib boradi. Hozir bilasiz, hamma ayollar rasmga tushishni, suratga tushishni juda ham yoqtiradi. Shuning uchun ular o'zlari suratga tushib, o'zlarining Instagram tarmoqlarida qo'yadi baribir, postda qo'yadi yoki istoriyalarda qo'yadi. O'sha vaqt aytishingiz kerakki, istoriyaga qo'yganingizda yoki postga qo'yganingizda meni Instagramni atmetka qiling deb. Agar siz o'zingiz Instagramingizni atmetka qildirsangiz, undagi mijozlar sizni ko'radi va sizdagi mijozlar uni ko'radi. Shunday qilib, undagi mijozlar, ular ham kiyim tiktirmoqchi bo'lsa, sizga podpisan bo'ladi va sizni obunachilaringiz soni ko'payadi. Shunday qilib, mijozlar oqimini bemalol ko'paytirsangiz bo'ladi. Siz mana shu aytib o'tilgan narsalarimga, maslahatlarimga amal qilsangiz, albatta atelyeni ochasiz va uni samarali yurgizib, yaxshi natijalarga erishasiz va eng asosiysi yaxshigina daromadga chiqasiz. Sizlar bilan Muqaddas Komilova bo'ldi. Agar siz ham tikuvchilikni noldan boshlab professional darajasigacha o'rganib, oddiy tikuvchi emas, balki mana shu tikuvchilik kasbini siz biznesga aylantirmoqchi bo'lsangiz, unda sizlarni onlayn darsliklarimizda kutib qolamiz. Bu onlayn darsliklarimizda sizlarga ayollar, erkaklar, bolalar liboslarini, asos andozalarini standart, nostandart, individual qomatlarga professional uslubda qurishni va ularni 100 dan ortiq fasonlarga modellashtirib, tikilish texnologiyasini o'rgatamiz. Va nafaqat oddiy tikuvchi bo'lib qolasiz, siz bu kursda o'qiganingizdan keyin oddiy tikuvchilikni siz biznesga aylantirmoqchi bo'lsangiz, u yerda sizga marketing darsliklari ham olib boriladi. Ukrasheniya darsliklari, moda va kolleksiyalarni, o'zingizni tikayotgan libosingizni, kolleksiyalaringizni qanday qilib chiqarishni, o'zingizni brendingizni yaratishni, noldan boshlab professional darajasigacha shaxsiy brendni qanday qilib yurg'azishni, mijozlar oqimini ko'paytirishni va daromadingizni eng kamida 5x ga oshirishni aynan mana shu kurslarimizda o'rgatamiz. Agar siz ham o'zingiz ustingizda ishlab, rivojlanib, yangi bilimlarga ega bo'lish istagida bo'lsangiz, unda onlayn kurslarimga ro'yxatdan o'ting. Mana shu video tagida qoldirilgan ssilka orqali ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Bu yerda ism, familiyangiz, telefon raqamlaringizni to'liq kodlari bilan yozib qoldirsangiz, kursimiz boshlanishidan avval adminlarim sizga aloqaga chiqib, kurslarimiz, tariflari, mavzular haqida batafsil ma'lumot berishadi. Ha, aytgancha, agar video yoqqan bo'lsa, YouTube kanalimga a'zo bo'lishni unutmang. Bu yerda sizlar uchun har hafta kerakli bilimlarni bo'lishib boraman.